إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, biz darsimizni davomlashtiramiz. Bismillah. Qarindoshlar, bugungi darsimizda biz arab tilidagi harflar bilan tanishib chiqamiz va ularni to'g'ri holatda talaffuz qilishni o'rganamiz. Davsa men har bir harfni bir qancha qatim talaffuz qilaman. Birinchi harfimiz alif. Alif. Buningda talaffuz qilgan chaqimizda alif, alif deb talaffuz qilsak yoki bo'lmasa p bilan alif. Bizning hamda Uyg'ur qarindoshlarimizning orasida shu xato talaffuz qilib ko'nab qolgan bir yer bor. Masalan, ilip yoki bo'lmasa ilip yoki bo'lmasa alif. Bunday talaffuz qilsak xato bo'ladi. Eng to'g'risi alif. Alif. Bunda olsa balla sizlar bir talaffuz qilib qo'yinglar. Alif. 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 Ha, shunda. Ilip desek to'g'ri bo'ladimi? Ilip. Xato, shundami? Alif. 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 Ha, mana shunda to'g'ri talaffuz qilamiz inshaalloh. Ikkinchi harfimiz ba. Ba. Bu harfimiz xuddi mana bizniki Uyg'ur tili yezigimizdagi B harfi. Bizning Uyg'ur yezigimiz arab yezigi asosida o'zgartirilgan bo'lg'achqa, nurg'un harflarimizning yezilishi o'xshash hamda. Shunga bu jihatdan bizga inshaalloh bu harflarni tunish boshqa millatlarga qaraganda oson to'xtaydi. Masalan, qarasak mana biz buni B bizning Uyg'ur yezigimizga B o'xshash hamda. Ammo atalg'usi shu, asl nomi arabchada ba. Ba. Yani qaranglar, o'xshashlar tagida bir chikit bo'lsa, bu shaklninki tagida bir chikit bo'lsa nima bo'ldi? Ba. Masalan mana bu harflarni biz chikitga alohida diqqat qilsak bo'ldi. Arab tilidagi harflar chikiti bilan va shakl bilan, har xil shakllar bilan farqlanadi. Bu harf nima? Ba. 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 Mush bo'yicha talaffuz qilsak bo'ladi inshaalloh. Keyingisi hamda buningda ikki chikit, ya'ni tepsiga ikki tal chikit bor. Buni qanday talaffuz qilamiz? Ta. 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 Mana shunday talaffuz qilamiz. Endi mana qaranglar, mana buningda bir maya qarasanglar, ko'k rangli alohida 3 harf bor. Bu harflarda tilimizni siri chiqaramiz. Masalan, qaranglar. Fa. 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 Tilimizni udul qarg'anadan tilimizni ko'rayligidek shaklda mana. Fa. Fa. Mana shunday talaffuz qilamiz. Buningda tepsida 3 chikit bo'ladi. Ya'ni 2 chikit bo'lsa qanday bo'ldi? Pa. 3 chikit qo'yilsa shu. Fa. 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 Mush bo'yicha bo'ladi. Keyingisi hamda mash shakl qaranglar, mana bu o'g'aqdek shakl. Buningki o'tirisida bir chikit bor. Chikit qo'yilsa bir harf, chikit qo'yilmasa hamda boshqa bir harf bo'ladi. Bu bizniki Uyg'urchadagi G ga o'xshaydi bu mana. Qarasak, bu atilishi jim. 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 Mush bo'yicha bo'ldi. Keyingisi ma'noda chikit yo'q, chikit yo'q, ammo oldidagida bir tal chikit bor, ma'noda hamda chikit yo'q. Ha. 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 Yaxshi, balla.
Endi ma'noda tepsi chiqdi va ma'rif qaranglar. Tepsiga. Xo. 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 Endi bu harflar mana qizil belgiga qo'yilgan alayda harflar bor bu yerda. Buningda bu harflarni biz qalin harflar deymiz. yoki bo'lmasa cho'ng o'qilgan harflar desak bo'ladi. Harflarni qalin harflar va inchka harflar deb ayiramiz. Mana qizil belgisiga qo'yilgan harflar qalin harflar bo'ldi. Buni xa demaymiz. Xo og'zimizni toshqizib, ya'ni besimni yuqoriga chiqarib, masalan, xo 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 shunday talaffuz qilamiz. Bu qanday harflar ekan? Bu cho'ng o'qilgan harflar. Xa desak xato. Xa emas, xo shunday o'qiymiz. Keyingisi dal. 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 Endi mana chikiti yo'q, mana shundaymi? Keyingisi qarasanglar, bundan bu tepsida bir chikiti bor. Val. 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 Varib talaffuz qilgan chaqimizda tilimizni o'xshash chiqaramiz mana. Mana ko'k rangli 3 harf bor dedik-ku, 3 harfda tilimizni chiqaramiz. Va, av, val. Val. Mana shunday talaffuz qilsak to'g'ri bo'ldi inshaalloh. Keyingisi endi ma'rifni ra desak xato. Ra. Ra emas. Ro. 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 Shunday talaffuz qilsak ra desak to'g'ri bo'ladimi? Ra emas. Ro. 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 Qanda? Endi bu yana bir chikit qo'yildi, endi bu ra'ni ustiga bir chikit qo'yilsa nima bo'ldi? Za. 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 Yaxshi. Sin. 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 Endi bu sin chikit yo'q bo'lsa sin bo'ldi. Bu sinning tepasiga 3 tal chikit qo'yilsa, nima bo'ldi? Shin. 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 Endi mana qaranglar, bu mana o'xshash mana qizil rangli harf. Qanday harf? Qalin harflar. Sod. So. Sod. 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 Shunda talaffuz qilamiz. Keyingisi tepsiga bir chikit qo'yildi. Chikit qo'yilmasa, chikit yo'q bo'lsa, sod. Chikit qo'yilsa-chi? Bod. 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 Mana shunday talaffuz qilamiz. Bumi qalin harflar, ya'ni cho'ng o'qilgan harflar. Bu o'xshash, keyingisi o'xshash. To. 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 Bu o'xshashlar cho'ng harf bo'ladi. To deb cho'ng talaffuz qilamiz. Og'zimizni toshqizib talaffuz qilamiz. Keyingisi bu to'ning tepasiga yana bir chikit qo'yamiz. Qanday bo'ldi? Vo. 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 Tilimizni chiqaramiz bu harfni. Mana qaranglar, ko'k rangli harfni. Til chiqadigan harflar shuninglar 3 bo'ldi. Fa, val, vo. 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 Keyingisi ayn. 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 G'oyn. G'oyn.
g'oyin G'oyin. g'oyin G'oyin. bunga o'xshash cho'ng harflarni qatardim bo'ldi ya'ni qalin harflar g'oyin g'ayin emas g'a desak xato g'o chunki bu qanday harf g'oyin g'oyin keyingisi fa bu harf talaffuz qilgan chog'imizda mana tishimizni qaranglar fa ana shu ustinki kesgan tishlarimiz mana shuni o'sha tishimizning uchini astinqi kalpikimizningki ichki qismiroq tekizmiz buni f fa shu bo'yicha talaffuz qilsak to'g'ri bo'ldi inshaalloh keyingisi endi ikki chikit qo'yildi bir chikit bo'lsa fa ikki chikit bo'lsa nima bo'ldi qof bu qanday harf ekan qof demak bu cho'ng o'qildi harf qof keyingisi kaf bu kichik harf kichik o'qildi harf shu kof desak xato ko emas kaf endi keyingisi bunga o'xshashlarni qanday harf kichik o'qildi harflar shunga buni lam bizda talaffuz lom desak xato lom desak xato lom deydi harf yo'q lam shunday talaffuz qilamiz keyingisi mim hamda nun bu kichik o'qildi harflarni qatoridan bo'ldi endikisi vav bu vav qaranglar og'zimizni harakati bu lavdan chiqargan harf ya'ni ikki kalpikni oldimizga so'zaymiz vav ikki lavdan chiqargan harf bo'lg'achqa og'izning shakli mana shunday bo'ldi vav bu mu kichik harf nima vav mu kichik harf oxirgisi bu mu o'xshashlar qanday harf kichik harf keyingisi hamza desak xato bo'ldi hamza emas hamza ha bilan boshlanadi hamza yaxshi keyingisi mana shu arab tili harflariniki to'g'ri talaffuz qilinishi mana shu hamda biz harakatlar bilan tanishib chiqamiz harakatlar deganimiz hamda zabar birinchisi zabar zir pesh ya'ni bu shu harakatlar harflar bilan qatilgan chog'da qanday bo'ladi qanday o'zgarish bo'ladi qanday o'qiladi degandek masalan birinchisi zabar nima fatha deymiz buni zabar masalan mana qaranglar bani ustiga masalan bu yerda zabar qo'yilsa shunday bo'ladi masalan xuddi uyg'urchadagi
har bir harfga ni qo'shganga o'xshash talaffuz qilamiz. Masalan, b ga ni qo'shsak nima bo'ldi? Masalan, ba, shundaymi? Shunga o'xshash zabar har qanday bir harfning ustiga qo'yilgan chaqda shaklda bo'ladi. B, T, F, G, H. Mana shunga o'xshash. Ammo cho'ng harflarga qo'yilishi, masalan, qalin harflar, xo qalin harf shundaymi? U chaqda biz uyg'urchadagi oni qo'shganga o'xshash, xiga oni, masalan, xo, so, g'o, qo deb o'qiymiz. Qa demaymiz bu chaqda. Qa desak bo'lmaydi. Chunki bular qalin harflar, ya'ni cho'ng qo'lda harflar. Qa demay, qo. Ya'ni qofni tepsiga bu zabar belgisi qo'yilgan chaqda qa yoki bo'lmasa g'a desak xato bo'ladi. G'o, qo, xo, so. Mana shunda talaffuz qilamiz. Keyingisi bu zir, ya'ni kasra. Zir degan har qanday harfga zir qo'yilgan chaqda i shaklda o'qiymiz. Uyg'urchadagi i. Har bir harfning oxiriga i qo'shilsa, masalan, qanday bo'ldi? Masalan, ba ga qo'shilgan chaqda b. Masalan, ti, fi, xi. Buningda qalin harfmi, ingichka harfmi o'xshash, ya'ni cho'ng qo'ldigan va kichik harflar ham o'xshashlar, masalan, i shaklda bo'ldi. Qi, g'i, masalan, g'i, hi. Mana shunga o'xshash bo'ldi. Uchinchisi pash. Pashda u qo'shilib maqda har bir harfga u. Masalan, baga bani ustiga pash belgisi qo'yilgan chaqda qanday bo'ldi? Bu. Xu, qu, ku. Og'zimizni ushlab, og'zimizni azroq ushlaymiz. Chunki bu shu pashningki og'zimizga haqqi azroq ushlaymiz. Og'zimizni, masalan, lavni bu, tu, su, xu. Mana shunga o'xshash. Demak, biz ham hozir harakatlardan zabar, zir, pashni o'rgandik. Shundaymi? Zabar, zir, pashla harflar qatilgan chaqda bayon deganimizdek shunda talaffuz qilindi. Ikkinchisi tanvin. Tanvin deganimiz nullashtirish, ya'ni mushu zabar, zir, pashningki oxiriga bir sakinlik nunni qetibamiz bunda. Tanvin qetilsa, masalan, ya'ni buni tanvin nima deymiz? Uyg'urcha qo'sh zabar, ya'ni do zabar deymiz-ku biz. Qo'sh zabar, qo'sh zir, qo'sh pash. Qo'sh zabar, qo'sh zir, qo'sh pashni tanvin deymiz. Bular qatilgan chaqda oxirgi bir nunni qatimiz men. Nunlashtirish degan gap. Masalan, ba bo'lgan bo'lsa, oxir nunni qatilgan ban. Ta, tan. Ti, tin. Fi, fin. Masalan, lu, lun. Masalan, ji, jin. An. Mana shunga o'xshash tanvin deganimiz oxirgi bir sakinlik nuni qatmamiz. An, in, un, g'on, g'in, g'un, an, in, un. Mana shunga o'xshash bo'ldi. Hamda bu sakin belgisi, mana bu belgisi mana shunday bo'ladi. Yumaloq. Ba'zi qo'ralarda ma'nodagi yumaloq shaklda keladi, ba'zilar bunda peshtin azroq kichik mush shaklda keladi, sakin belgisi. Bu harflar qo'yilgan chaqda qanday qilamiz? Biz mushu sakin belgisi qo'yilgan harflarga oldidagi harf bilan ikkisini qaytayotimiz. Sakinlik belgisi qo'yilgan harfga oldidagi harfni ikkisini qaytayotimiz. Masalan, mana qarasanglar, al. Lamga sakinlik belgisi qo'yildimi? Oldidagi harf alif, shundaymi? Hamza. İkisini qaytayotimiz. Al, bal, qul, masalan, qul. Masalan, mulk desakmi o'xshash? Sulton desakmi? Shunga o'xshash.
en'amta desakmi en keyinda aşağıda nun keldi, nunni tepsiga sakin belgisi bor. Aşağıda en deb ikki harfni qayta yutamiz. Bu sakin hamda qo'shash ikki harflarni o'zaro qo'shib yutishningki belgisi bu, qo'shash belgisi. En amta en'amta en'amta mana shunga o'xshash. Endi yana bir belgi bu tashdid belgisi. Mana bu. Mana bu ustiga qarab turgan xuddi mana tag'iq shakldagi bu belgi tashdid deymiz, tashdid belgisi. Bu shakl qo'yilgan harflarni qanday qilamiz degan joyda bu ikki qatim talaffuz qilamiz. Ya'ni mush tashdid qanday harfninki ustiga qo'yilsa, shu harf ikkisi bor degan gap. Shu harfni ikki qatim takrorlaymiz. Masalan, abba desak, ba'ni ustiga bir shadda qo'yilgan bo'lsa, oldidagi harfni bir qatimiz, keyindan ba'ni yana bir qatim talaffuz qilamiz. Abba ibbi. Demak, mush tashdid qo'yilsa, shu harfdan qanday yerda tashdid bo'lsa, shu harfdan ikkisi bor degan gap. Masalan, mana qarang, inna ikki qatim talaffuz qildikmi? Mana shunga o'xshash. Unda bo'lsa, bu darsimizdagi harakatlar mana ba'zi muhim alomatlar bilan tanishib chiqdik. Unda bo'lsa, keyingi darsda ko'rishaylik. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.